Bu yerda nima bo'ldi? Bilasanmi? Seni kutayotgan edim. Tualetga tushib ketganmiding nima balo? Bu yana senmi? Seni dastingdan o'zi tualetda o'tirib bo'ladimi? Kakashi qayerda? Gojo Satoru ham tualetga tushib ketgan. Endi esa tezda tualet haqqini to'lab qo'y. Yonimda naqd pulim yo'q. Bizda bunaqasi ketmaydi. Nahot gapga tushunmasang, meni yonimda neftimi 1 gram ham pul yo'q. Sen kim bo'libsanki tualetga xo'jayinchilik qilasan? Bu yerga axir jamoat tualeti deb yozib qo'yilgan-ku. Voy bizdukchi. G'irt studentmi deyman? Bunday odamlar axir 5600 so'mga ham kun ko'rishadi. Vaqtimni bekorga sarflayapsan. Tualetni kengaytirish. Ko'pro maqbarasi. Hozirda sen meni shaxsiy tualetimdasan. Student, o'zingdan o'pkala. Uxlama, uyg'on. Kerak bo'lsa, seni shaxsiy tualetingdan ham foydalanaman. Afsuski men boy bo'lib tug'ilmaganman-da. Eslab qol, ismim Madara Uchiha. Bu nimasi? Axir seni chavaqlagan edim. Qara va o'rgan, chavaqlash mamnunda bo'ladi. Super kontraktmi deng? Ha? Kakashi? Tezroq tualetdan chiq. Chiqdingmi? Kim meni tualetdan chiqardi? Axir biz o'qishga kechikyapmiz. Ketdim men. Ovoz berdi Alamut Sensei, ya'ni aslidan like bosib obuna bo'ling.